Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Men Do'stov Sunnatullo Rahmonovich, Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti o'qituvchisiman. Bugungi mavzumiz boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodlari, induksiya, deduksiya va analogiya metodlari. Biz bu mavzuda bo'yicha bir qancha masalalarni ko'rib chiqamiz. Birinchi masala. Balandligi 10 metr bo'lgan simyog'ochga shilliq qurt ko'tarilyapti. Shilliq qurt kunduzi 5 metr ko'tariladi, kechasi esa 4 metr pastga tushadi. Necha kundan keyin shilliq qurt simyog'ochning uchiga chiqishi mumkin? Azizlar, biz bunda shilliq qurtdagi harakat farqini hisoblab olishimiz kerak. 5 metrdan 4 metrni ayiradigan bo'lsak, 1 metr hosil bo'ladi. Demak, uning yuqoriga ko'tarilish ehtimoli 1 metrga teng. Balandligi 10 metr bo'lgan simyog'ochga bu shilliq qurt 10 kunda chiqib olishi mumkin. 2 sutka necha sekunddan iborat? Avvalo buning uchun 1 sutka necha soatdan iborat ekanligini ko'rishimiz kerak va necha sekundga tenglashtirishni hisoblaymiz. Xo'p, 1 sutkamiz 24 soatdan iborat, 1 soatimiz esa 60 minutdan iborat, 60 minutimiz esa qancha bo'lyapti? 60 minutni biz yana 60 ga ko'paytiradigan bo'lsak, demak 1 soatimizni o'zi 3600 sekund. Bu 3600 sekundni biz 24 soatga ko'paytiradigan bo'lsak, keling bir barakaga 24 ni 2 ga ko'paytirgan bo'lsak 48. Demak 3600 sekundni 24 ga ko'paytmasi necha bo'lsa, ana shu qadar sekundga tengligi aniq bo'ldi. Demak 2 sutka bu 48 ko'paytiruv 3600 sekund. Keyingi masala. Alisherning uyida qo'ylar va tovuqlar boqiladi. Alisher sanab ko'rganda ularning boshlari 42 ta, oyoqlari esa 144 ta chiqdi. Ularning uyida nechta qo'y va nechta tovuq bor? Albatta, azizlar, biz fikr yuritamiz. Qo'ylarda 4 ta oyoq borligi, tovuqlarda 2 ta oyoq borligini bilamiz. Shu nuqtai nazarda biz bemalol tenglamalar sistemasi asosida yechishimiz ham mumkin. Bu yerda qo'ylar va tovuqlar sonini bilmaganligimiz uchun qo'ylar sonini x deb olsak, tovuqlar sonini to'g'ridan-to'g'ri y deb oladigan bo'lsak, x qo'shuv y teng 42 bo'lib turibdi-da. Oyoqlar hisobiga keladigan bo'lsak, demak 4x qo'shuv 2y teng 144 bo'ladi. Xo'p, shu hisobda oladigan bo'lsak, belgilab olish natijasida nima qilishimiz mumkin? Y teng 42 ayru y.